Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube tomoshabinlari. Mana mol boqaman degan akalar, ukalar, oxirlarimiz tayyor holda. Manzil Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Endi Qora haykal chorrahasini oldida. Andijon Qo'qon yo'lini bo'yida. Mana oxirlarimiz tayyor holatda. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldiramiz. Bu tepadagilar nechilik ekan? Bularimiz 260. 260. 260 ekan. Buni hozir aytamiz. Narxlaridan kelsak, manosi va kattarog'i 400 ming ekan. 260 ligi. 2 metrligi 270 ming so'm bo'lyapti. 2 metrligi 270 ming. 270 ming so'm. Mana 500 ming bu. O katta ekan, 500 ming so'm. Bu katta 500 ming. Mana monolarimiz bor, ularimiz bor. 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan. 270 ekan, u ham. 270. Mana bu aravalarimiz bor kelgan. Mana akalar, kimga qanaqa zarur bo'lsa, qo'y boqqani ham mana 2 metrliklari. 2 metrliklar kelgan. 200 ming so'mdan. Optim narxda akalar. Kelgan mana. Maytda. Boshqa qanaqa? Prisga mana. Pris somoni o'tgani. 350 ming. 350 ming so'm ekan. 350 ming. Bunisi mana. Ha, chuqur ekan. Bitta pris indamay ketadi. Bu undan sal kichirog'i. 330 ming so'm. 330 ming so'm? 330 ming so'm bunisi. 330 ming so'm. Mana aravalar ham bor ekan aka. Aravalarimiz 830 ming. 830 ming so'm. 830 ming so'm. Bunisi 500 ming so'mdan. Mana bu bittasi nimasi bor mana? 730 ming. Bu aravalarda kami bormi? Kamini kelishtiramiz. Hammasidan 50 ming so'mni o'tib beramiz dedilaring-a? Aha, hammasidan Mana o'tib beramiz. Chiroyli qilib, yo'lida qilib. Kimga qancha zarur bo'lsa, kelaverasizlar. Stroykaga ishlatadigan ustalarimizga mana tayyor badiyamiz bor. Nechiga nechi bu? 120 ga 2. 120 ga 2. Narxi 600 ming so'm. Narxi 600 ming so'm. 600 ming so'm. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Qozon o'choqlarimiz ham bor. Qozon o'choqlarimiz bor. Qanaqa razmerdagi kerak bo'lsa, tayyorlab beriladi. Mana. Ishonchli. 60 talik 210 ming so'm ekan. Ha, 60 talik 210 ming so'm. 25 talik 150 ming so'm. 150 ming, 25 talik 150 ming so'm. 18 talik bor ekan, 120 ming so'm. 18 talik 120 ming so'm. 18 talik 120 ming so'm. Mana bu yerda 30 talikka bor ekan. Bunga mana narxi 180 ming so'm ekan 30 talik. 30 talik 180 ming so'm. Hammasidan narxlardan kelishimiz bor ekan mana 210 ming so'm ekan. Telefon qilib kelishsa ya dastlabki desa kelishaverasizlar. Ha, kelishaveramiz. Narxlardan o'tib berasizlar. Narxlardan kelishilgan holda o'tib chiroyli qilib ishini bitirib beramiz. Bizi kanaldan kelsa narxini tushib berasizlar. Oddiy biznes kanalidan desa. Narxini tushirib beramiz, chiroyli qilib. Qurilishda ishlatiladi. Mana akalar, stroyni firmalarimiz zakazga qarab yasab berilar ekan. Ha, to'rtburchak holati. Bu двойной holati. Bu yakka holati, yakkasi yakka, двойной esa двойной. Двойнойning narxi juda qimmatroq. Nech pul aka metri bu? 200 ming so'mdan bo'lyapti. Metr 200 ming so'mdan. Metr 200 ming so'mdan bo'lyapti. Necha metrgacha tayyorlab berasizlar? Zakazga qarab. Zakaz 20 metr, 30 metr ketaveradi. Nech metr bo'lsa? Ketaveradi. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz firmalarni. Mana o'zlariga yoshlari mumkin. Chiroyli. Garantiya bor, mustahkamligiga. Garantiya bor. Garantiya behijolat. Ko'ringlar.
to'qilayotgan payti Keltirovga qilmoqchi bo'lsa, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldiramiz. Hammasi bir joyda ekan. hammasi bu joyda. Bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Kimga qanaqa holati, yakka holati, двойной holati, Kimga? necha metr zakaz bo'lsa, o'sha zakazga qarab tayyorlanaverar ekan. Bu yerda primen necha metr? 12 metr, 15 metr, ha? Ha, shunaqa. Bitta 15 metrcha bor. 15 metrgacha zakaz bo'lgan zakazga tayyorlanyapti. Zakazga tayyorlanyapti bular. Akalar, Kimga telefon qancha qilaverasizlar razmerda zakaz bemalol. kerak bo'lsa, Nomerlar qoldiramiz. Kanalimiz rivojiga albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Bittadan like, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana konteynerdan turbalarimiz ham bor ekan. Dimoxodga, suvga, hamma narsaga ishlataveradi. Asosan bular dimoxodga bo'lsa. Bular suvga ekan. 6 metrdan 90 mingdan 100 ming o'rtasida bo'lar ekan. Holatiga qarab Kelishilaveradi. bemalol kelishaverasizlar. Telefon qilsalaring 1 tonnalik bachoklarimiz suvga, hammomga zaxira qilgan. 900 taligi ham bor. Necha pul bu aka? 1 million 200. 1 million 200 ming so'mdan 1 tonnaliklar. 1 tonnaliklar. Mana Hammasi 1 tonnalik. Mana bitta kichkina chirog'i bor. Bu 900 ming Bu so'm. 900 ming so'm. Ichini ko'raylikchi. Mana ichini ko'rishlarim mumkin. Ichida ozgina suv bor. Tekshirilgan holatda, tekshirib nima qilinadi? 900 ming so'm, ha? Bu 900 ming so'm. 1 tonnaliklari 1 million 200. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200. Samovarimiz, hammomga pechkamiz ham bor. Mana maktabda yasalgan. Katta yo'lmi bu? Ha. Mana hammomga, ustanovga tayyor pechka holat. Pechkani holati. Katta yo'l qilib yasalgan ekan. Mana ko'raverasizlar. Ichlari chiroyli qilib ishlangan mana. Tayida kuldonlar, kul oladigan joylari ham bor mana. Mana ko'rib olinglar mana. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 million. 1 million so'm. 1 million. Kelsa bizni kanaldan kelsa albatta arzonlatib berasizlar, ha? Arzon qilib yo'lida qilib beramiz mana. Ichlari proba qilingan. Probadan o'tgan bu. Zaynagan yo'q mana akalar. Probadan o'tgan bular mana. Akalar, xullas kimga nima zarur bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nomerlarda qoldiramiz. Hammasi o'zlari yasalyapti, garantiyali. Bemalol telefon qilaverasizlar. Dastlabki holatini boshqa summalarda telefon qilsalar kelishadi. Kelishtirib berasizlar, ha? Kelishtirib Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanal rivojiga hammaga rahmat, sog' bo'linglar.